Yo bro, assalomu alaykum rahmatullohi wa barakatuh. Sen bitta qolib ketding. Bu qayer? Men qayerdaman? Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Smart va bu katta qaytish bo'ldi. Ya'ni men qaytdim yana Minecraftga. Va bu men yangi videomga xush kelibsiz. Va bu yangi video nima haqida bo'ladi? O'zi nomini ko'rib bosib kirgan bo'lsalaring, bilgan bo'lsalaring kerak. Mayli. Короче, gapni uzoq qilib o'tirmasdan o'yinni ham boshlayveramiz. Qani ketdik. Hozir biz vyujvaniyani ham boshlab oldik. Endi do'stlar, birinchi vyujvaniya nima? Biling. Nega? Qanaqadir tupoy joyga tushib tashladi meni. Uni zo'r joydan spam qilibdi-da, borib. Xor uchun zo'r joydan spam qilib yuboribdi. Chichib yuboribdi bitta joyini. 2000 years later. Mana shu horror mirimda nechtadir mod bor? 19 tam 20 tacham ko'p darsa. Darsh xerabringacha ham bor deydi. Endi ishlaydimi bilmayman, lekin ko'ramiz hozir. Shifklari. Nima? Uzun vaqt yuribman. Tarvuz izlayotgan edim, ovqat izlayotgan edim. Qornim ochqolyapti. Biling, shunaqa qilishmi? Shunaqa bo'lib ketdimi? Minecraft o'zi bilaman, faqat Mojang menga X-ray nima degani bu? Davay ketdi. X-ray. Biling. Chiqaq X-ray yo'qoldi-ku. Hozir chiqsa kerak, hammasi kechqurunda boshlansa kerak. Chunki bir marta o'ynab sinab ko'rdim, kechqurundan bo'ldi. Bu paytga kechqurunda bo'lsa kerak, seni ko'ramiz. Va bitta gap bor sizlarga. Buni hamma videoni boshida aytadigan narsasi, albatta kanalga obuna bo'lish, to'g'rimi? Kanalga obuna bo'linglar. Agar obuna bo'lsalaring, men bundan ham zo'r video roliklar chiqarishim mumkin. Agar obuna bo'lsalaring, men chiqarmayman, menga nima kerak? Chunki obunachi menga motivatsiya beradi va ko'p video chiqarishni aytadi. Eshitibsizlar? Уже boshlanyapti. O'sha g'orlarga kirsa, qorong'i joylarga kirsa, shunaqa tupoyski bo'lar ekan. Okey, ko'ramiz. Короче, yarim yil o'diqdan keyin biz yana Minecraftga qaytdik. Yana video roliklar olishni boshladik. Ketdik tepaga chiqamiz. Biling, kam ya shu toruzdan berishdi ham qizanadi. Ana shu Minecraft bu Mojang menga faqat qarshi bo'lib kelgan. Faqat qarshi. Mojang faqat qarshi. O birinchi qo'yimiz. Lekin men ushala qo'ydi ham olaman. Uni kravat yashayman. Lekin bir kun uxlamayman. Chunki ko'rishim kerak-da qanaqa qo'rqinchli bo'lishini. Lekin bir kun ko'rib uxlaymiz, farqi yo'q-da. Agar juda qiyin bo'lmasa, uxlamayman, menga nima kerak? Kechqurun ko'rishlaring kerak. Aynan video shu haqida-ku. O'zim qiziq bo'lmaydi, to'g'rimi? Qani, va men plus наконец-то bor. Mana shu toruzlikni qancha kutdim, sen izlab yuraman bor. Okey. Давай, блядь. Ko'tiga tiqdingmi shu paytda? What the fuck? Apol, nechun. Shunaqa. Bug bo'lib turadi Minecraftda bug. Ammo zaybat qildi mana shu ekran burilib ketaverar ekan, kuting. Ikkinchi qo'yimiz. Kerak bo'ladi, panadi bitta davay taqdim. Iltimos, qo'rqma Minecraft o'zi zo'rg'a video debdi. Zo'rg'a bor, men shu mana shu horrorlarni olaverib qo'rqib qolganman men ulardan. Juda qo'rqinchli bo'lmasin Minecraft. Mojang o'zi faqat qarshi bo'lib kelgansa menga bu safar ham qarshi bo'lmish qilib. Bor o'zi yuragim zo'rg'a turibdi. Risk chiqib ketsa bor, chiqib qo'yaman. Yaxshi.
mayli, banalisa olaveramiz ularni. Bak. Короче, menimcha yetsa kerak-ku, men ketdim. Ishqilib, aytdim, yurolmayapti shu yerda dedim. Yani bu yerda narsalar ko'rsatib turar ekan, qancha qolganini. Voy joningdan, mod borib menga chetka yoqdi. Ajoyib ekan. Plus bunaqa funksiyalari ham bor ekan. Mayli. Biz davom etamiz yo'lda. 2000 years later. Uxlaveraymi deyapman cheti. Lekin uxlasam bir tarafdan endi kresa bo'lib qolaman-da. Uxlab o'tkazib yuborsam, videoni qiziq joyi ham qolmaydi. Lekin shuncha mehnatga, конечно, obuna bo'lib like bosishlaring kerak. To'g'rimi? To'g'ri, kelishdik, lekin obuna bo'lmasalaring. Короче, o'zlaring bilasizlar, men kimga gapiryapman shuncha so'zni. Baribir hech qaysini bosmaysan. 100 tadan bitta ham bossang, qachab 100 tadan. O'sha katta natija. Shuncha mehnat qilaman, shuncha. Mana video chiqardim ham deb hisoblaylik. Mana shu videoni hozir 50 tacham ko'rsa, bitta ham obunachi kelmaydi. Men shuncha maqsadim nima bo'ldi bag'rim deyman. Qaytanga отписка tashlaydi, obunasini olib tashlaydi. Bag'i nima bo'ldi degani, bular. Anchadan beri lekin Minecraft o'ynamay qo'ydim. Jeta 2 oy oldin oxirgi marta o'ynadim. Endi bir kirib kamin o'ynayman. Oho, qo'sham o'tyapti. Men kamin o'ynardim, короче. Endi u qancha emas, 10 minut, 5 minutda kirib ko'rib qolardim, просто shu akkauntlarni. Shunaqa, shu oxirgi marta 2 oy oldin o'ynadim. Bir mazza qilib. Juda bugun suvda suzib yursa kerak. Bo'ldi, men oldim kerakli narsalarni. Suvda suzib yuramiz hozircha. Oy qizil. Oy qizil. Voy billi. Uy, yurak orqaga tortib ketishlar. Voyda qara, voy. Voy billi. Voy. Ishqilib suvdan monster chiqib kelmasa bo'ldi. Keyin ag'atding bular. Voy bizni orqa qizim. Voy. Men ko'proq blok olaylik. Voy, qizligini. Mayli ketdik. Suvdan chiqaymi? Maydisa, suvdan chiqaymi? Chiqib yurak ketadi debman-da. Bismillahirrohmanirrohim, ketdik. Xavf yo'q hozircha. Xavf bo'lsa mana bu creeper turibdi ekan. Chiq deb chiq. Portasi uchirtirib yuboradi. Daraxt ustida yurganim yaxshimi, to'g'rimi? Biroq daraxt ustida yuramiz. Hech qanaqa xavf yo'q-ku. Bilad, nima degani endi bu? Hech qanaqa xavf yo'q. Salxona xarabiga boraymikan? Ana endi xavf boshlanadi. Qulog'imga har xil ovozlar eshitilyapti. O'ynash qiyin bo'ladi. Minecraft yo'q, men sen bilan hazillashdim. Hazil Minecraft. Yo'q. Men ovozlarni eshitkizmayman, iltimos. Zombi qo'yib qoldim manaqcha. Hacker. Unaqa ovozlarni qo'ymayu, просто chiqarib qo'yaver, mayli. Men rozi bo'laman, lekin просто unaqa ovozlar qo'rqinchli. Iltimos, Minecraft unaqami? Iltimos, siz menga shu o'ynaganimdan beri menga qarshi bo'lib kelasan. Nima kerak bunaqa, bey? Rahmat, men aytganimni qilmagansan.
Mana tarvuzlar bor. Men tarvuz ko'p qo'yma kerak. Qarashchi, mana shu o'zim nima qilib unaqa tushaymi? Neri chiqayo? Butti tarvuzlar yeydi. Opa. Xavf yo'q. Просто xavf yo'q. Pastga tushgim kelmayapti-yu. Pastga tushaverardi. Просто zombilar bor, skeletlar bor, creeperlar boshingni og'ritadi. U tomonni bo'lganini mayli tushaverardi. Nima qilay do'stlar, tushaymi? Skelet turibdi. Tushaman, yuguraman просто. Okey, kelishdik. Sizlar like bosasizlar, obuna bo'lasizlar. Shu. Sizlardan boshqa hech narsa yo'q. Agar javob xohlasizlar, komment yozasizlar. Mayli. Voy, indirmaydi ekan, voy. Yuragim orqaga tortib ketadi, voy. Yaqin atroflarda nima bo'lsa kerak? Mayli. Qishloq. Shu oyga ham kelgandan bular. Apti negerlar. Creeper kelaver. Seni mana bu yerga olib kelaman deb lo'qib olib ketaman. Borganchi seni 40 soat bo'lsin. Уже tugayapti-yu, kechqurun. Bu qanaqa horror bo'ldi? Mayli, просто ovozlarni qilib berar ekan. Men senga ovoz dedimmi? Poqqayam o'tolmaysan. Bedrockda skeletlar zo'r deydi. Bir tomondan tish qo'yadi. Mayli. Sen qanaqa mod qo'ydim? O'zim ham ishona olmayapman. Hay billa. G'orga kiraymi? Ana bu kamina chala pastlarni yo'q qilib g'orga kiraman. Opa, yo'q. Мистер. Chala past yo'qoldi. Qishloqmi? Qishloq, billa, qishloq emas. Savanna, значит, savannada qishloq bo'lishi mumkin. 2000 years later. Juda ikkinchi, uchinchi kunlardan keyin boshlanarmikan. Wow, ana bu gorilla-yu, qochdik. Otolmadi lo'q. Просто lo'q-da, ular lo'q. Bilin, shuncha izlarim xushloqishmadi-ya. Boshqa tarafdamidi. Chunki beslarda yo'q-da. Bu tekisliklar bo'ladi, bitam tekislik-u. Savanna. Savannada ko'p chiqadi. Va tuki. Usra qotolmadi. Oldindan o'tib ketdim, borib oldidan. Lo'q qilyapman ularni, lo'q. Короче, bor, nima qilishni bilmayapman. Shuncha bir kunda o'tkazib yubordim. Просто yurdim. Nima deganim endi bu? Modding aytdim. Va, tichvardi-yu. O'lganim yo'q o'zi-da. Nima bo'ldi? Men qatib qoldim. Men qatib qoldim, bad bo'ldim, chunki men bilib qatib qoldim. Sizga yurmadi. Korоче, videolarda buni boshqacha modini ustamaviz qilib, boran joylardan topaman. Boshqacha bir qurashliroqni topaman. Cho'ta просто oyni ko'rsatib berar ekan va endi oddiy ovozlar. Mayli, endi biron sinab ko'ramiz ham boshqachasini. Hammaga xayr, videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Oxirigacha ko'rgansiz, bilsangiz. Короче